Ya Rabbil alamin, farzand talablar bor. Ya Rabbim, farzand talablik og'ir sinov. Ya Rabbim, kimlardir o'g'il farzand talab, kimlardir qiz farzand talab. Ya Rabbim, farzand talablarga ya Rabbim, seni xazinangni chegarasi yo'q, ularga o'zingni xazinangdan farzand ber ya Rabbim. Xonadonini zulmatga aylantirib qo'ymagin ya Robbil alamin. Islomiy oilalar farzandsizlikdan buzilmasin ya Robbim. Sen bermasang ular halok bo'ladi ya Robbim. Bersang Muhammad alayhisalomning ummati ko'payadi ya Robbim. Muhammad alayhisalomning ummati ko'payishlik hurmatidan ana shu xonadonlarga farzand bergin. O'g'il farzand talablarga o'g'il farzand bergin, qiz farzand talablarga qiz farzand bergin ya Robbim. Ya Robbil alamin. Musofirda yurgan birodarlarimiz, do'stlarimiz bor ya Robbim. Ularni salomat qilgin ya Robbim. Ya Robbim, musofirlik og'ir, juda yuki og'ir ya Robbil alamin. Musofirlarimizni istirohati bo'lmaydi ya Robbim. Onalarini ko'rgisi kelsa onalarini ko'rolmaydi, farzandlarini ko'rgisi kelsa farzandlarini ko'rolmaydi ya Robb. Juda ko'p yurtimizdagi birodarlarimiz hozir musofirlikda yuribdi ya Robbim. Ularni musofirda yurganda jonini olma ya Robb. Ya Robbil alamin, internetlarda videolarda ko'ryapmiz ya Robbim. Ko'p birodarlarimiz Rossiyadanmi, Koreyadanmi, qayerlarda tobutda qaytyapti ya Robb. Ularni onasi kutib turibdi ya Robbim. Ularni farzandlari dadam keladi deb kutib turibdi ya Robb. Tirik kelishini kutayotgan onani o'lik bolasini o'ligi kelsa qanday bo'ladi ya Robbim? Sen mehribonlik sifatlaring bilan ularga rahim qilgin. Ya Robbil alamin, farzandlari dadam keladi, onam keladi deb kutib turgan bo'lsa-yu, onasi yoki dadasi tobutda kelib tursa ya Robb, ularning holati nima bo'ladi ya Robb? Hech qaysi bandani bevaqt yetim qildirmagin ya Robbim. Ya Robbil alamin, sen yo'qsillarni, sen miskinlarni, yetimlarni hojasisan ya Robbim. O'zing mana shunday yetimlarni kamaytirgin ya Robbim. Hech kimni bevaqt yetim qilmagin. Hech kimni hayotdan bevaqt olmagin ya Robbil alamin. Musofirlikda nima niyatda chiqqan bo'lsalar, ana shu niyatlarini, murodlarini, hosillarini ziyodasi bilan bergin ya Robbim. Ya Robbil alamin, rizq so'rab chiqqanlarga rizqini keng qilgin, mo'l qilgin. Ya Robbil alamin, agarda ana shu uzoqliklarga yaxshilik nusrat istab chiqqan bo'lsalar, yaxshiliklarni ziyoda qilgin. Yurtimizni tinch qilgin, ofiyatimizni ziyoda qilgin. Ya Robbil alamin, qaysidir yurtlarda insonlar uxlab uyqusidan notinchlik tufayli uyg'onmayapti. Ya Robbim, biz ofiyatda uxlab ofiyatda uyg'onyapmiz. Bizda ochlikdan o'layotganlar yo'q ya Robbim. O'zing mana shu ofiyatli hayotimizni ziyoda qilgin ya Robbim. Mana shunday bizga imkoniyatlar berganlardan o'zing rozi bo'lgin, oilasidagi xotirjamligini-yu, sog'ligidagi sihatlarini ziyoda qilgin, ofiyat bergin. Ya Robbil alamin, sen bizlarni zulm qilganlarni kechirishlikka buyurding. Ya Robbim, sen zulm qilganlarni kechirishlikka buyurding. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Biz faqat o'zimizni nafsimiz bilan o'zimiz